Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, hammanglarni kirgan ro'za Ramazon kunlaringiz bilan tabriklayman, muborak bo'lsin. Hammanglar tutayotgan ro'zalaringlar Xudoyo Allohning dargohida qabul bo'lsin. Men mana Toshkentlik Ra'no Halilovnaman, Ganiyeva. 60-yilman. Men anchadan beri qiynalib, tomoqlarim qishib, yo'talib, qiynalardim. Tomog'im bo'g'ilib, nafas ololmay. Buni shamollashni bilardim-da, har yili 2 marta, 3 marta antibiotik bilan davolanardim. Yana bo'g'irardi, hech tushunmas edim nimaga bunaqa bo'lyapman deb. Keyin bu Sherzod Murodov Sherzodjonni anaqada ko'rib qoldim. O'sha Kojiniga keluvdim. Mana terilar bo'yicha poliklinikaga kelsam, o'sha yerda tavsiya qilib qolishdi. Shunaqa Murodov Sherzodjon allergolog doktor bor, kirib ko'rsatib ko'ring deyishdi. Men shularga kirdim. Alhamdulillah, mana 4-etap muolajani olyapman. Judayam xursandman. Birinchi etapdan menga bilindi. Men o'zim bilan aytganlarni qilib, hamma diyetalarni qilyapman. Kelganimda judayam yaxshi muomala qilishadi, hamma ozada. Mana medsinist hamshiralar ham, xuddi hamma xizmat qilayotgan bolalarim ham yaxshi muomalada, yaxshi kutib olishadi. Muolajalar judayam yaxshi. Men judayam xursandman, mamnunman. Har kimni duo qilib ketaman. Mana bugun 1 yil bo'libdi. Xudo xolasa yana 1-2 marta kelsangiz judayam yaxshi bo'lib qolasiz. Ko'rsatishingiz yaxshi deb analizlarni javob chiqqan ekan. Xursand bo'lib ketganimdan hozir sizlarga shu narsani ilindim. Agar shunaqa qiynalayotganlar bo'lsa, menga o'xshab xatga boring deb, faqat antibiotik bilan lecheniya bo'lsanglar, bir kelib ketinglar. Tag'in o'zinglar bilasizlar. Lekin menga judayam yoqdi. Shu yerdan men avvalo Xudo, qolaversa shu sabab bo'lib ancha yaxshi bo'lib qoldim. O'zimam mana yuzlarimda narsalar ko'p toshardi, hammasi ketdi. Mana nafas yo'llarim ham yaxshi. Alhamdulillah. Hammangizga shuni tavsiya qilib qolaman. Oqtepada mebelli magazinni oldida shu Kojini dispanser bor, shu yerga yaqin joyda joylashgan. Kelib hammanglar ko'rsatinglar. Hammanglarga shuni ilindim. Sog' bo'linglar. Hech kim kasal bo'lmasin. Sog' bo'linglar. Rahmat. O'tdagi hamma ishlayotganlarni tani sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Hammalarni Allohim martabalarini bundan da ulug' qilsin.